Bir yil burun bir tomir totganga o'xshavdi. Nerv nimalari bilan shabadalar, kasal bo'lgansan o'zingiz bilasiz. Beparvo bo'ldimda men endi. 10 kunlarcha bo'ldi, g'ijib qoldi. Qiynalib, bugun kelgandim, mana bugun soppa sog' deyman-da, sezildi. Hamma yo'g'im yaxshi mana. Hamma mazza qilib davolanib ketadi. Mashkilinkani ochgan hoji akaga ham rahmat. Tan beryapman-da men, nihoyatda toza. Menga muomalalari ham yaxshi ekan. Menga eng yoqqan tarafi nihoyatda toza klinika ekan. Og'zim bemaza bo'lardi, bu ham yo'q bo'lib ketdi. Ya zamonda bunday tortinish bor edi-da. Hani tomir totib qolish, shularni ham yo'q qilishyapti. Endi mazasi qochgan shu shikoyat sahar, yurak, boshqa deb kelsa, malol kelsa haqiqatda yaxshi qarashar ekan. Mana men 5 kunda natijani bilyapman-da, yaxshiman. Qo'rqmay tavsiya nimagaki, mana ko'rib turibsizlar, ozoda, hamma yo'q bor. Ayniqsa mana medsestralar, amaki nima kerak? Yaxshimiz har doim so'rash bo'lib turadi. Mazasi yo'llar, boshqalar mana bemalol kelsa, kutib olishar ekan. Nihoyatda tekshirib, tuzib, nima kerak, nima kerak emas, aytib, yozib berishar ekan. Davolashar ekan o'zi. Mazza qilib davolanib ketadi. Ovozi ham zo'rni top-toza. Ular klinikaga men birinchi marta yozishim o'zi. Hamma o'rtoqlarim uylarga kelib ham maqtashib ketyapti-da. Juda toza klinika ekan.